Qurilish biznesi nega doim Birlashgan Arab Amirliklarida hammaga qiziq? Chunki ayniqsa Dubay va Abu Dabida qurilish bozori doim harakatda. Osmono'par binolar, mehmonxonalar, villalar, yangi loyihalar hech ham to'xtamaydi. Chunki bu yerda talab juda yuqori, investorlar juda ko'p, turizm kuchli, chet elliklar bemalol ko'chmas mulk sotib ola oladi. Shuning uchun premium segmentdagi uy-joy juda tez sotiladi. Katta developerlar doim yangi loyihalar boshlaydi. Bozorda milliardlab dollarlar aylanadi. Lekin bu oson emas, chunki raqobat juda kuchli, talablar qat'iy, sifat talabi yuqori darajada. Birlashgan Arab Amirliklarida qurilish bozoriga kirmoqchimisiz? Bizga murojaat qiling. Bozorni bilmasdan kirish xavfli. Ruxsatnomalar olish, bank hisob raqami ochish, hamkorlar topish, bular hammasi tajriba talab qiladi. Biz sizga yo'l ko'rsatamiz. Qaysi segmentdan boshlashni tavsiya qilamiz. Jarayonni boshidan oxirigacha tushuntirib berib, o'zimiz olib boramiz. Sifatli va ishonchli yordam kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning.